Qarbuvoy yasashning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Balalarning yoki cho'nglarning qarbuvoy shaklida qardan inson va boshqa jonliqlarning haykalini yasashning hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Ulug'lash yoki cho'qinish maqsadida haykal yasash, unda haykallarni setish va uyda saqlash barliq olimlarning nazarida cho'ng gunohlar qatoriga kiradigan shirik ishdir. Bularning harom qilinishi tavhid aqidasini himoya qilish, butparastlarga o'xshab qolmaslik bo'lib, faqatla islom aqidasiga, axloqiga zid kelmaydigan bolalar o'yinchoqlariga ruxsat qilingan. Qarbuvoy yasashmi bolalarning ko'nglini ochadigan eng xushallanarli o'yinlarning biri. Bu o'yinlarning bolalarning sog'lom o'sib yetilishida muayyan foydasi bor. Shunga mayli butun a'zolari to'liq, eg'iz, burun, qosh, ko'zlari joyida, barmoqlari kam qolmagan holatda tirik insonga butunlay o'xshab qolsa-mu, bolalar o'yinchiqi doirasiga kirganlikdan hukmi joizdir. Bolalar uchun cho'nglar yasab bersa-mu, birlikda yassimi o'xshashla joiz. Buning joizligi sahih hadislardagi aniq ko'rsatmalarga tayangandir. Hazreti Ayşe radhiyallohu anha: "Men kichikimda Nabiy sallallohu alayhi vasallamning yonida qo'rchoqlarni o'ynaydim. Men bilan birga o'ynaydigan adashlarim bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyga kirganda men bilan birga o'ynayotgan adashlarim mo'kib olsa, Rasululloh ularni bir-birlab tepib akilatdi. Ondan ular men bilan o'ynaydi" deydi. Yana bir rivoyatda kelishicha, bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazreti Ayşe'ga qo'rchoqlarni ko'rsatib turib, "Ey Ayşe, bu nima?" deb so'raganda, u "Qo'rchoq qizlarim" deb javob bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'rchoqlar orasidagi raxt qanotli otni ko'rib, "Ondaqda bularning orasidagi bu nima?" deb so'ragan edi. U ot dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam otning ustidagilarchi deb so'radi. U qanotlar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam otningmi qanoti bo'lamdi degan edi. U Davud alayhissalomning o'g'li Sulaymon alayhissalomning qanotli otlarining bor ekanligini anglamaganmidingiz dedi. Buni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muborak eziq tishlari ko'ringidek darajada kulib ketdi. Imom Shavkani bu hadisda kichik bolalarni haykal va qo'nchoqlarni o'ynag'ili qo'yishning joiz ekanligiga dalil bor deydi. Qozi Iyaz kichik qizlarning qo'rchoq o'ynashiga ruxsat qilingandir degan. Shunga bolalarning qarbuvoy yasashi yoki har xil o'yinchoqlarni o'ynashini cheklangan ishlar qatoridan sanash yoki cho'ng gunoh deb kishilarni qo'rqitish yoki jiddiy masalalar qatorida sanash o'rinsizdir. Yana bolalarga qarbuvoy yasab berganimizda o'zimizning milliy simolarini aks ettirishga ahamiyat berish va yat kulturlarning qarbuvoylariga taqlid qilib qolishdan hazar aylash munosib. Odatda cho'nglar uchun yasaladigan, lekin ulug'lanmaydigan yerim yoki boshsiz yoki muhim a'zolari yo'q, yuzi tub-tuz qarbuvoy yasash joiz bo'lib, bu qaranchiqqa o'xshashla haykal hisoblanmaydi. To'g'risini Alloh bilir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.